Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. iPhone modeliga qiziqadigan mijozlarimiz uchun bugun yangi yuklarimiz keldi. Ularni sizlarga obzor qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. iPhone 13 Pro Max'larimiz holatlari o'ta tiniq, ideal holatlarda turibdi. Mana bitta joyida ham petnonlar yo'q. Bunimizni obunachilarimizga $570 qilib chiqarib beramiz. iPhone 13 Pro'larimiz bor. iPhone 13 Pro'larimizni obunachilarimizga $500 dan chiqarib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bular ham tiniq, ideal holatlarda. iPhone 13'larimizni xohlagan ranglaridan, xohlagan svetlaridan bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bular ham o'ta tiniq, ideal holatlarda. Bularimizni obunachilarimizga $420 dan qilib chiqarib beramiz. iPhone 12 Pro Max'imizni obunachilarimizga iPhone Pro Max'imizni obunachilarimizga $410 dan qilib chiqarib beramiz. iPhone 12'larimizni obunachilarimizga $290 dan chiqaramiz. Bularda ham xohlagan svetlaridan bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. iPhone 11 Pro'imizni obunachilarimizga $270 qilib chiqarib beramiz. Obunachilarimiz uchun yana bitta bonus 11 Pro Max'imizni bunimizni ham obunachilarimizga $270 qilib chiqarib beramiz. iPhone'larimizni 11'ini o'zini $250 dan qilib chiqarib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bularning holatlari o'ta tiniq, ideal holatda. Obunachilarimiz uchun yana bitta bonus Bobirjon. 14 Pro Max'imizni 13 Pro Max narxida buni ham $570 qilib chiqarib beramiz. Bu obunachilarimiz uchun bonus. $570. Albatta. Oh. Ma'lumotlar uchun pastga raqamlar qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib olamiz.